O'zbek tilida xohlagan bitta maqol ayting. Non topsang yo'lingda, nima edi qo'yan? Esdan chiqadi. Mehnat qilsang qo'lingda, non topasan yo'lingda. Hozir любой bitta tanishingizga telefon qilasiz, keyin xohlagan bitta o'zbek tilidagi maqolni aytishini so'raysiz. Agar siz aytgan maqol aytadigan bo'lsalar, gap yo'q, men sizga naqd 100 ming so'm beraman. Maktabda o'z bitta yozib qo'yilgan, shuni ko'rib oldim. Alo, Hamid, bitta maqol bilasanmi? O'zbek tilida xohlagan bitta maqol ayting. O'zga yurtga shoh bo'lguncha o'z yurtingda gado bo'l. Okey, hozir xohlagan bitta o'rtog'ingizga yoki tanishingizga telefon qilamiz va ulardan xohlagan bitta o'zbekcha maqol so'raymiz. У меня есть такие друзья. O'zbek tilida xohlagan bitta maqol aytinglar. 7 o'lchab bir kez. Kimga qilamiz? Kurstoshimga qilaman. Allo. O'zbek tilidagi любой bitta maqol ayting. Bo'p, mayli, rahmat. O'zbek tilida xohlagan bitta maqol ayting. Ko'p gap eshakka yuk. Okey, hozir xohlagan bitta tanishingizga telefon qilasiz va o'zbek tilida bitta maqol aytishini so'raysiz. Agar ular ham xuddi shu maqolni aytadigan bo'lsa, men sizga naqd 100 ming so'm beraman. Bo'pti. Kimga qilamiz? O'rtog'imga. Ukamga qilingchi. Allo. Ukam. Ukamga berib turing. Men ko'p gapiraman. Qaysi maqol aytasan menga o'shanda? Bittimi? Rostdan berasiz? Da, haqiqatdan siz biladigan maqolni aytganlari uchun ham men sizga 100 ming sizniki. Faqat bitta savol beraman. Bu videomiz taxminan qancha like yig'adi deb o'ylaysiz? 50 ming yig'sa mayli. 50 mingta like yig'ishi uchun ham hozir like bosib qo'yinglar.